Mehnatni muhofaza qilish haftaligi doirasida O'zbekiston Kasb uyushmalari Federatsiyasining Andijon viloyati kengashi tashabbusi bilan ham joylarda davra suhbatlari o'tkazilmoqda. Andijon davlat universiteti hamda qator tashkilotlar hamkorligida mehnat muhofazasining yangi bosqichi ish joyida sun'iy intellekt va raqamlashtirishning roli mavzusida tashkil etilgan tadbirdan xabar beramiz. Mehnat muhitida yuz beradigan har bir muvaffaqiyat yoki muammo ish uslubiga, boshqaruv darajasiga va xavfsizlik yondashuviga bevosita bog'liq. Shu sabab ham bu yog'iga faoliyatga sun'iy intellektni joriy etish nafaqat yangilik, balki vaqt talabiga aylandi, dedi tashkilotchilar. Asosan bizni mehnat muhofaza qilish yo'nalishida olib qaraydigan bo'lsak, ba'zi sohalarda soni ortib ketishi hamda o'sha xodimlarning xavfsiz mehnat sharoitlarida ishlashini ta'minlashi, o'zlarini ustida yana ham mukammalroq ishlashiga zamin yaratadi sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan raqamlashtirishni joriy qilish bilan birgalikda mana ish xodimlarida haqiqatda qo'rquv paydo bo'lishi mumkin, lekin bir tomondan olib qaraydigan bo'lsak, bir tomondan xavfsizlik, bir tomondan ish yengillashishi hamda endi bu ish xodimlarimizda bundan bu yog'iga mutaxassislardan yana ham o'zlarini ustida ishlashlari, kasblarda turlari o'zgaradi. Bundan bu yog'iga sun'iy intellekt joriy qilingandan keyin Sohalardan vakil bo'lib kelgan xodimlar uchun mahorat saboqlari o'tkazildi. Asosiy e'tibor mehnat muhofazasi sohasini raqamlashtirish, sun'iy intellekt orqali xavfsizlik darajasini oshirish va ish joyidagi real tahdidlarni oldindan bartaraf etish imkoniyatlariga qaratildi. Korxonangizga sun'iy intellektni kirib kelishi sizni bitta xodim sifatida qo'rqitadimi, qo'rqita olmaydimi? Men korxonamizga sun'iy intellekt kirib kelishidan qo'rqmayman, chunki men doimo o'zim ustida ishlab, malakamni oshirish, yangiliklardan, raqamlashtirish, sun'iy intellekt tizimidan xabardor bo'lishga qiziqaman. Sun'iy intellekt bizni emas, biz sun'iy intellektni qo'lga olishni o'rganishimiz kerak. Mutaxassislar ta'kidlashicha, ish joylarida zamonaviy sensorli uskunalar va intellektual kuzatuv tizimlarini joriy etish orqali xodimlar salomatligi haqidagi ma'lumotlar real tahlil etiladi. Istalgan vaqtda nazorat qilinishi mumkin. Bu ish samaradorligini oshiradi. Baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklari bilan bog'liq holatlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Sun'iy intellekt esa yangi qadam. Aslida sun'iy intellekt insonlar orasiga kirib kelish jarayonida fuqarolarimizda, ish xodimlarimizda har xil fikrlar paydo bo'lmoqda. Sun'iy intellekt bizga nima beradi yoki nimamizni olib qo'yadi degandek. Sun'iy intellektni ish jarayoniga qo'shish va sun'iy intellekt orqali insonlarning mehnatlarini yana ham yengillashtirish, ularga qulay mehnat sharoitlarini yaratish, mehnatni muhofaza qilish borasida ham sun'iy intellekt ishtirokini ko'paytirish va shu orqali mehnatda bo'ladigan turli jarohatlar, ko'ngilsiz hodisalar, mehnat muhofazasi bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal qilishda sun'iy intellektning roli albatta beqiyos. Jumladan, Andijon davlat universitetida ham mana shu sohada juda katta ishlar olib borilmoqda. Sun'iy intellektni har bir sohaga kirib borishida. Aslida bu ish xodimlarini, o'qituvchilarni yoki qaysidir soha vakillarini mehnatdan chetga chiqarib qo'yish emas, ularga yordam berish. Ularga shu sun'iy intellekt orqali ularning mehnatini unumdorligini yanada oshirish, ularga yana ham dunyodagi turli yutuqlarni tezroq kirib kelishini ta'minlash. Ta'kidlandiki, ishchi xavfsizligi bilan bog'liq jarayonlarni avtomatlashtirish va raqamlashtirish ish beruvchi zimmasidagi mas'uliyatni aniq belgilab beradi. Sun'iy intellekt bu borada ish beruvchiga yordamchi vosita sifatida xizmat qilar ekan, uning xodim oldidagi huquqiy majburiyatlarini o'zgartirmaydi. Ayniqsa kasb kasalliklari yoki baxtsiz hodisalarga uchragan xodimlar bilan bog'liq huquqiy maslahatlarga alohida to'xtalib o'tildi. Davlat mehnat inspeksiyasi va sog'liqni saqlash organlari vakillari uqtirdiki, bunday holatlarda ish beruvchi birinchi navbatda jabrlangan shaxsni tibbiy yordam, moddiy ko'mak va qonuniy kafolatlar bilan ta'minlashi kerak. Rasmiy hujjatlar to'liq tuzilishi, tekshiruv natijalari asosida zarur kompensatsiyalar tayinlanishi, xodimning ish sharoiti qayta ko'rib chiqilishi shart. Shuningdek, sanitariya epidemiologik nazorat sohasidagi mutaxassislar mehnat muhitidagi xavfli omillarni oldindan tahlil qilishda sun'iy intellekt asosida ishlaydigan tizimlar samarasi haqida so'z yuritishdi. Ushbu yondashuvlar ishchi salomatligiga salbiy ta'sir etuvchi omillarni ilk bosqichda aniqlash va yo'qotishga imkon yaratadi. Tadbirda mehnat muhofazasi bo'yicha jamoatchilik nazoratini tashkil etish yuzasidan o'tkazilgan respublika ko'rik tanlovining birinchi bosqich g'oliblari taqdirlandi. Shuningdek, ayni yo'nalishda faollik ko'rsatgan xodimlar ham rag'batlantirildi.